When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Ertalabdan holsizlik, energiya yetishmovchiligi, semizlik va surunkali qabziyat bu muammolarning qaysidir aniq-sizda bor. Bu odatlarning juda ko'pchiligi ertalab to'g'ri suyuqlik tanlamaslikdan. Bugun challenjimizning 2-kuni va men sizga to'g'ri suyuqlik ichish qoidalarini tushuntirmoqchiman. Ertalab vaqtli uyg'onasiz va har kuni 21 kun davomida xuddi shunaqa kichkina idishda iliq va xona haroratida bo'lgan suyuqlikni ho'plab ichasiz. Ishoning, semizligingiz, energiyasizligingiz, yuzingizdagi muammolar hammasi, ayniqsa qabziyat sekin-asta bartaraf bo'lishni boshlaydi. Agar siz to'g'ri suyuqlik ichish qoidasini yo'lga qo'ymas ekansiz, bu challenjda qatnashishingizning hech qanaqasiga foydasi yo'q. 21 kunda hayotingizni o'zgartiradigan ertangi menyuni skrinshot qilib oling. Mana challenjimda hali ham qatnashmagan bo'lsangiz, ham qatnashib yaxshi odatlarni shakllantirib, pul mukofotlarini yutib olish, sog'lom ozish va energiyaga boy bo'lish uchun videoga like bosib, kommentariyada 21 sonini yozib yuboring. Challenjda qatnashish shartlarini tushuntirib o'taman. Yaxshilab eshitib oling. Challenjda qatnashish mutlaqo tekin. 21 kunda 90 gradusga o'zgaring.